Mana shu videoga bitta like bosib keting, ona. Sizga bitta zo'r sovg'a olib qo'yganman. Qani ketdi bo'lmasam boshlaymiz. Aytgancha, vyazinni ham kelgan bo'lish kerak edi. Sal shoshmay tursanglar, vyazinni ham ochib ko'rsataman. Chunki vyazinlarimiz qolmagan edi. Ko'pchilik kutyapti, vyazinni keladimi? Mana shu videoni ko'rsangiz, siraj yugurib kelavering. Chunki vyazinimiz juda ham tez tugayapti. Bu yoqda norka shubamiz ketdi. Mana. Bundan bugun tugagan edi o'zi. Qo'llari hammaqa podsobel qilinganini olib kelib qo'ydi. Bunisi sal boshqacharoq qilib kelingan. Yo'lishga fason kimono stil, mana yoqasi cho'pon stil deyiladi. Bulardan keldi seriyalardan. Hop, qo'li tomnisidan ham kelibdi, tomni rangidan. Sobol yoqaligimiz, buni rangi qanaqa bo'lyapti? Jigari ham bo'yalmagan o'zining rangi. Yoqalari angliskiy sobol yoqa qo'yilgan. Seriyamiz, yo'lishga fasonimiz, bu kakabishni bundan bor edi, yana kelibdi, bundan qolmagan edi. Qo'y. O'zgacha uslubda astarligi kelibdi. Qanaqadir neobishniy astar. Bunaqa astarlik kelmagan edi oldin. Yangicha astarligimiz kelibdi. Ichlari polniy oq qilingan. Qanaqadir boshqacha astar buni, yangicha ekan. Kiyganda zo'r turgan yangi modelimiz. Pastga qarab tikilgan, uzunligi 1 metrlik. Mana buni razmerlari hammasidan bor. Men birinchi marta ko'raman, lekin bunaqa astarligini uzunligi 1 metrlik yo'l ichkamiz, mexlari importnisidan kelgan. Вообще zo'ridan. Opeliga mana shunaqa chiroyli nimchalar olib beradi. Qidirib yuradilar. Ko'chaga nima kiyishni bilmay, ustimga nima kiysam ekan deb yuradilar. Mana shuni olib bering, shunday ustularga tashkilib chiqib ketaveradilar. Uzun ko'ylak, shim, portfelli, bo'y narsa bilan ketaveradi. Mana nimcha. Buni yosh katta onaxonlar ham kiyib yurishadi. Buni farqi yo'q, yosh tanlamaydi. O, mana. Uzun 130 talik ham kelibdi, ko'rasizlar. Juda ham uzuni. Kiyganinglarda juda ham xirpirab turadi, yengil. Uzunligiga qaramanglar buni. Sifati вообще zo'r, a'lo darajada. Imperiyada bilasizlar, faqat a'lo darajada narsalar olib kelamiz. 80 talik ham kelgan. Bu yoqda 70 talik ham kelgan. Shim kiygan bo'lsangiz uzun qolasiz, ko'ylak kiygan bo'lsangiz katta qolasiz. Xullas, o'zingizga moslashtirib kiyaverasiz mana shuni. Mana shu sobel setimizda xuddi mana shunaqa 130 taligi, 120 taligi, 90 taligi, 70 taligi qarasidan bor. O'sha yangi modelimizni yangi rangi shu oq rangi bo'lyapti. Bo'yalmagan o'zining rangi. Mana bu narsa lekin men o'zim juda ham yoqdim. Mana strishkasi bor, qanaqadir neobishni ishlanganda. Живой kelganda ko'rganda bor-ku, bu boshqacha ko'rinyapti-da. Turgan holatda, mana shu turgan holatda, dazmol qilmagan holatida o'zi chiroyli bo'ladi. Agar buni dazmol qilsa, vaqti ochilib ketadi. Vyazinimiz kelgan mana. Yaxshilab ko'rib oling, qaysi vyazinli kelganini. Uzunligi 120 talik vyazinlarimiz, jigarlari endi mavjud. Bemalol kelavering. Xo'p, kaltasi ham menimcha bo'lsa kerak. Xo'p, bunisi ham shu 120 talik, bunisi 90 talik menimcha. Kaltasi bormikan? Vyazinlarimiz, jigarlari, kaltasi vishi sotlari kelgan. Onangizlarga qidirib yuradiz-ku sovg'aga. Mana shuni olib bering, duo qilib kiyib yuradilar, maza qilib. Ham maza qilib kiyib yuradilar, ham arzon, ham yengil, ham kaltasi zo'r. Xullas, kelish kerak, olish kerak, tamom. Vassalom. Yangi tovarlarimiz bilan tanishib chiqdik. Sizlar bilan xayrlashib qolaman.